Assalomu alaykum, o'zingizni tanishtiring. Assalomu alaykum. Mening ismim Shahnoza. Aha, yaxshi Shahnoza. Hozir siz bilan biz bitta ajoyib o'yin o'ynaymiz. O'yinimiz davomida sizga mana shunday asarlardan keltirilgan parchalar ko'rsataman. Ushbu parchalarda imloviy xatoliklar keltirilgan bo'ladi. Siz ushbu xatolarda to'g'ri variantini topishga harakat qilasiz. Tayyor bo'lsangiz, unda biz boshladik. Aslida millatchilik eng katta xato. Pushtun ham, tojik ham, hazoriy ham, o'zbek ham shu tuproq farzandi. Vatanimiz bir. Shundan keyin bir guruh odamning boshqa bir guruh ustidan hukmronlik da'vo qilishi noto'g'ridir. Lekin qayerga qarama tengsizlik, ayirmachilik, tarafkashlikni ko'rasan. Xatoliklar topishga harakat qilasiz. O'zbekda tutuq belgisi qolib To'g'ri. qo'ygan. O harfi bo'lishi kerak. Ha, Bu yoqda O ketgan. Da'vo. Da'voda tutuq belgisi bo'ladi. Xorasanda ham tutuq belgi Aha. qolib qo'ygan. To'g'ri. Uyushgan bo'lak bo'lib turibdi. Bu yerda tutuq belgi bo'lishi kerak. Vergul bo'lishi kerak. Siz o'yinimizdagi deyarli barcha xatoliklarga to'g'ri javob berdingiz. O'yinimizdagi ishtirokingiz uchun rahmat kattakon.